Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum azizlar. Bugun e'tiboringizga Rossiya Federatsiyasining uyqu kasalliklari bo'yicha eng kuchli mutaxassisi bo'lgan Roman Buzunovni ma'lum bir gaplarini tarjima qilib beraman. Здравствуйте, друзья. Для этого видео я буду использовать видео Роман Бузунова. Он является профессором и работает в Москве. Azizlar, avval uni videosini qo'yib beraman. Undan keyin tarjimasini eshitishingiz mumkin. Avval hozir videoni eshiting. Можно ли избавиться от бессонницы навсегда? Спойлер, можно. Но это не таблетки. Это не какая-то методика. Это даже не программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, как это ни странно. Это целая система, которая нормализует сон, восстанавливает энергию, влияет на характер человека и даже на систему его ценностей. Досмотрите это видео до конца, и я вам расскажу, как я реализую свою авторскую систему восстановления сна, энергии и даже не побоюсь этого слова сказать личности человека. Меня зовут Роман Бузунов, я врач-сомнолог. Я уже 30 лет лечу нарушения сна и в частности занимаюсь лечением бессонницы, а также стресса, тревоги, выгорания, в общем, все то, что вызывает бессонницу или сопутствует бессоннице. Но давайте обо всем по порядку. Первые 15 лет я лечил бессонницу таблетками. И, в общем-то, помогал. На коротком промежутке времени даже пациент мог уйти довольный, с нормальным сном. Но, к сожалению, 9 из 10 пациентов через короткое время возвращались. Или препараты отменялись, и был рецидив бессонницы, или возникала какая-то побочная реакция, приходилось отменять препараты, и опять же рецидив бессонницы. Или зависимость от препаратов, и тоже возникала необходимость отменять препараты или назначать какие-то другие. В общем, я даже честно скажу, если так можно выразиться, не любил бессонницу. Это, наверное, не очень правильно с точки зрения врача, но факт есть фактом. Да, у меня были психиатры, которые прямо в отделении занимались лечением бессонницы, но вместе даже с ними я понимал, что мы будем пожизненно лечить этого человека. И вот 15 лет назад, слава богу, я узнал про когнитивно-поведенческую терапию бессонницы. И это поменяло правила игры. Я начал за 6-8 недель вылечивать 80% пациентов с хронической бессонницей, нормализовав сон. В общем, пациенты тоже оказывались довольными, и все было замечательно. И практически... Demak, videoning nomi "Как вылечить хроническую бессонницу навсегда" bo'lib davom etardi. Tarjimasini eshitinglar. Uyqusizlikdan butunlay tuzalsa bo'ladimi? Mumkin, ammo tabletkalar bilan emas. Bu qaysidir metodika ham emas. Hatto bu kognitивно-поведенческий terapiya programmasi ham emas. Bu shunday sistemaki, ya'ni doktor aytayaptiki, professor aytayaptiki, shunday bir sistemani qilish kerakki, buning natijasida bemorda uyqu normallashsin, kuch-quvvat tiklansin, insonning xarakteriga ta'sir qilsin, insonning shaxsiyatiga, odatlariga, qadriyatlariga ta'sir qilsin. Ya'ni insonning dunyoqarashiga ta'sir qilsin deyapti bemor. Professor shunday deyapti. Keyin professor o'zini tanishtirgan. Qisqasi, bu doktor 15 yil davomida uyqusizlik problemasini dori bilan davolagan. Yordam bergan qisqa muddat, ammo 90% bemorlar qaytib kelgan. Dori yordam bermagan, dozasi ko'payib ketgan, asorat bergan bo'lishi mumkin yoki doriga o'rganib qo'ygan. Shu doktor aytayapti. Men shu psixiatrlar bilan bu kabi bemorlarni bir umr davolab yursam kerak deb o'ylaganman, dedi professor. Keyin 15 yilcha oldin kognitивно-поведенческий terapiya haqida eshitgan va bu metod yordamida 6-8 haftada 80% bemorlar uyqusizlikdan tuzalganlar. Azizlar, boshida aytayaptiki, bu kognitивно-поведенческий terapiya emas, eng zo'r yo'l deyapti. Oxirida esa kognitивно-поведенческий psixoterapiyani ishlataman deyapti. Qaysi biriga ishonaylik deyishlari mumkin. Azizlar,
boshida kognitivno-поведенческий psixoterapiyani o'zi ham zo'r yo'l bo'lmasligi mumkin deyapti. Bundan maqsad shuki, faqat shu metodni o'zi ham agar shaxsiyatiga ta'sir qilmasak, jismoniy faolligiga ta'sir qilmasak, insonning jismoniy holati yaxshilanmasa yetarsiz bo'lishi mumkin deyapti. Oxirida esa kognitivno-поведенческий psixoterapiya bilan bemorlar bilan ishlayman degan gapidan maqsad esa men shu KPTni ham qo'llayman, qo'shimcha mashqlar yoki shaxsiyatiga ta'sir qiladigan tavsiyalarni beraman demoqchi. Men shunday tushundim. Men azizlar professorning gapini tarjima qilib berdim. Bu professor Roman Bozunov, kimki Moskvada bo'lsa yoki Moskvada bo'lmasa onlayn orqali, Moskvada bo'lsa offlayn orqali konsultatsiyasini olishi mumkin. Bitta konsultatsiyasi 50 ming rubl edi. Ya'ni o'ta qimmat. Kimnidir ahvoli, ya'ni iqtisodiy ahvoli, sharoiti ko'tarsa marhamat. Azizlar, kognitivno-поведенческий psixoterapiya KPT metodi bilan undan tashqari turli xil mashqlar yordamida men ham surunkali bemorlar bilan ishlayman. Marhamat, offlayn yoki onlayn konsultatsiyalarni olishingiz mumkin yoki uyqusizlik kursini olishingiz mumkin. Rahmat.